Kiring. Iya. Rasul Rahmonovich, assalomu alaykum. Uzr endi. Va alaykum assalom. Navbatga yozilmasdan kiraverdik. Ke, o'tir. Tinchlikmi? Tinchlik. Sizga issiqqina ovqat olib keldim-da. Nima ovqat? O'z qo'llarimni o'ynatib, osh pishirib keldim. Uyda bir o'zim zerikdim. Boshqa nima ham qilardim? Bilasiz-ku, u bu narsa pishirishni yaxshi ko'raman. Shu uchun osh pishirib sizga olib keldim. Yaxshi qilibsan, qorning ochgandi. Bilibsan-da. Yoshligimda ovqatlanishga vaqtim bo'lardi, lekin pulim bo'lmasdi. Hozir esa pulim bor, lekin vaqtim yo'q. Bilaman. Ishingiz ko'p, ovqatlanmagansiz deb o'yladim. Vaqtingiz yo'qligini bildim. Baribir ovqatlanmagansiz deb ovqat olib keldim. Shunaqa ishimiz ko'p-da. Oling. Bosh ko'tarishga vaqtim yo'q. Qani? Rahmat. Qani oling. Bunaqada sen meni semirtirib yuborasan-ku? Dumbalar bilan, ha? Diyetadamiz-ku.